Ayni damda Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ijodiy jamoasi Surxondaryo viloyatining eng chekka olis manzillaridan biri Bobotog' tog' tizmasi ortida joylashgan Uzun tumani Bobotog' suv iste'molchilari uyushmasi manziliga kirib kelmoqdamiz. Manzil Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh hududda joylashgan bo'lib, bu yerda 4 ta mahalla mavjud. Birgalikda hududda aholi xavfsizligini ta'minlash borasida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan olib borilayotgan ish jarayonlari bilan yaqindan tanishamiz. Bobotog'ning purviqor tog'lari bag'rida joylashgan olis va chekka hududlarda osoyishtalikni saqlash, fuqarolar tinchligini ta'minlash katta mas'uliyat va fidoyilikni talab etadi. Ana shunday sharafli vazifani sidqidildan ado etib kelayotgan xodimlardan biri Uzun tuman ichki ishlar bo'limi 2-sonli ichki ishlar bo'linmasi boshlig'i kapitan Sharofiddin Qorayevdir. 2014-yildan buyon ichki ishlar organlarida xizmat qilib kelayotgan Sharofiddin Qorayev 2023-yil mart oyidan boshlab Uzun tuman ichki ishlar bo'limi 2-sonli ichki ishlar bo'linmasiga rahbarlik qilib kelmoqda. Uning har bir ish kuni hududdagi kriminogen vaziyatni o'rganish, fuqarolar murojaatlarini tinglash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan manzilli ishlarni tashkil etish bilan boshlanadi. Bugun ijodiy jamoamiz bilan birgalikda qahramonimizning bir kunlik ish faoliyatiga hamroh bo'lamiz. Tong sahardan Sharofiddin Qorayev o'ziga biriktirilgan hududdagi mas'ul xodimlar bilan yig'ilish o'tkazib, amalga oshirilayotgan profilaktik tadbirlar samaradorligini tahlil qiladi. So'ngra Bobotog' hududidagi mahallalarda olib borilayotgan Chilonzor tajribasi asosidagi ishlar bilan yaqindan tanishadi. Uzun tumanining olis Bobotog' hududida huquqbuzarlikni oldini olish, jinoyatchilikni barvaqt oldini olish yuzasidan muhtaram prezidentimizning 1-sonli va 2-sonli qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan yo'l xaritasi ishlab chiqarilib, har bir toifadagi shaxslar bilan individual suhbat olib borilmoqda. Ishsizlarni ish bilan ta'minlash maqsadida mahallaning hokim yordamchisi bilan birgalikda ishlar hamkorlikda olib borilmoqda. Bobotog' hududi O'zbekiston Respublikasi va Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh bo'lganligi sababli bu yerda xizmatni yanada kuchliroq olib borish maqsadida kecha-yu kunduz xodimlarimiz bilan birgalikda tungi guruhlarda yurib, aholining huquqiy ongini oshirish maqsadida va chegara qo'shinlari bilan hamkorlikda ishlar tashkil qilingan. Tungi vaqtda tungi reydlarga chiqqanimizda huquqbuzarlik profilaktikasining viktimologik profilaktikasini, ya'ni qarovsiz qoldirgan chorva mollarini va ochiq qolgan savdo do'konlarini egalariga aytirib, do'konlarni yoptirish, chorva mollarini egalariga qo'llariga topshirish va qayta qarovsiz qoldirmaslik yuzasidan tushuntirishlar olib borilmoqda. Bugungi kunda u o'z oilasi bilan davlat tomonidan yaratilgan barcha qulayliklarga ega zamonaviy xizmat uyida istiqomat qilmoqda. Bu esa xodimning xizmat vazifalarini yanada samarali bajarishi, oilasining esa munosib turmush kechirishi uchun muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Xo'jayinim ishlari Bobotog' massiviga ko'chgandan keyin biz xavotir olgan edik, oilaviy bo'lib yashaymizmi, xo'jayinim ishga ketganda biz yashash joyimizda qolamizmi, qanday bo'ladi ishlaridan. Yurtboshimiz tashabbuslari bilan bizga ko'p keng qulayliklar yaratib berildi va barcha sharoitlarga ega uy ajratildi va oilaviy shu yerda istiqomat qilib xizmatlarni olib boryaptilar. Xizmat uyida hamma sharoitlar bor. Ushbu yaratilayotgan shart-sharoitlardan juda xursandmiz. Avvalambor yurtboshimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugungi kunda Bobotog', Oqmachit, Tolto'g'ay va Yangiobod mahallalarida xavfsiz muhit yaratish maqsadida zamonaviy video kuzatuv kameralari, so'z tashvish tugmalari, ko'cha yoritish tizimlari va boshqa muhim infratuzilmalar joriy etilgan. Bu esa jinoyatchilikning oldini olish, jamoat xavfsizligini ta'minlash hamda fuqarolarning hayot sifatini yaxshilashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Kun davomida bo'linma boshlig'i fuqarolar qabuli jarayonida aholini qiynayotgan muammolarni tinglaydi. Murojaatlarning qonuniy va adolatli hal etilishiga alohida e'tibor qaratadi. Oilaviy nizolar, ijtimoiy muammolar va profilaktik hisobdagi shaxslar bilan ishlash jarayonlarida ham bevosita ishtirok etadi. Qahramonimiz uchun eng muhim vazifa jinoyat sodir bo'lgandan keyin emas, balki uning oldini olishdir. Shu bois hududlarda viktimologik profilaktika tadbirlari muntazam tashkil etilib, fuqarolar bilan tushuntirish ishlari olib boriladi. Mol-mulkni qarovsiz
qarovsiz qoldirmaslik, ehtiyot choralariga amal qilish bo'yicha tavsiyalar beriladi. Ayniqsa yoshlar tarbiyasi va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish masalalari doimiy e'tiborda. Hududdagi maktablarda o'quvchilar bilan uchrashuvlar o'tkazilib, fan va sport to'garaklariga keng jalb etish ishlari yo'lga qo'yilgan. Sharofiddin Qorayevning xizmat faoliyatida bir tamoyil ustuvor: xalq bilan muloqot qilish, muammolarni joyida hal etish va har bir fuqaroning manfaatini himoya qilish. Zero el tinchlik yo'lida xizmat qilish nafaqat kasb, balki vatan oldidagi muqaddas burchdir.